Okej, hej alla. Jag ska läsa upp en dikt som jag skrev för kanske 6-7 år sedan. Okej, och den är på grekiska. Jag är lite nervös för att jag brukar aldrig läsa upp saker jag skrivit. Min mamma har redan publicerat det här i någon tidning, så jag känner, what's the point? Belkim burkuni ashu shamallar meni qaytadan quchoqlar. Biz nemishga xo'shlashganimizni bilmaganda bizni chin quchoqlagan shamol. Balkim bir kuni ash ko'chalarda manganda to'pi bilan temurdan yangi chiqqan nonning purqi burnimga urlar. Dadam tunji sevgisini o'ylab mang'an ko'chalar. Eng bilmasimi bir kuni buvamning uzun soqolini yana kichik vaqtimdagidek tarib qo'yarman deb o'ylagan. Ammo buvam meni kutishdan zerikdi. Balkim bir kuni xalqlar mendan siz kim deb so'rasa ko'zimdan yosh oqmas. Balkim bir kuni momamning qo'rasida yana qaytadan o'ynaman. Unutib qolay degan qo'rada. Balkim bir kuni, bir güzel kuni o'zimni boy his qilarman. Pul bilan emas, muhabbat, xushallik va xotirlar bilan. Tix balkim momamning quchog'ida yetishi mumkin. Mening tushim bilan kirib uyg'onganda yenimda yo'q momam. Balkim bir kuni tushlarimni aslimalarni tushlarim bilan aralashtirib qo'ymasman. Kim bildi, balkim bir kuni men oxir uyimni toparman. Ash ko'k bayroq erkinlikda lapildaydigan yerdan keldim deya bo'larman. Okuyum report last year, so I guess some things are just dreams.